u rasmiy bo'ladimi, o'rtoqlik uchrashuvi bo'ladimi farqi yo'q. Madhiyalar yangraydi. Jamoamizga omad, yangi bosqich. Fabio Cannavaro bu yig'inga o'zi tarkibni jalb qildi. Endi baribir o'tgan yig'inda bir necha kun oldin Timur Kapadze hali faoliyat olib borayotganda tarkibni jalb etgan edi va keyinchalik Cannavaro bilan o'sha o'rganish ishlari olib borildi va mana qatnasha olmadi. Muhammad Salah hamda Eldor Shomurodov, ikkita top hujumchi, biri Angliyada, biri Turkiyada yorqin o'yin ko'rsatib kelishadi. Salah bir necha yillarning Angliya Premyer Ligasida eng yaxshi hujumchilardan biri shubhasiz. Eldor Shomurodov esa endi o'tganiga qaramasdan Turkiya ligasida to'purarlik bahsida yetakchilikni o'z qo'liga oldi. Gap Husam Hasan bu afsona, Misr futbol afsonasi. Bu esa Italiya va jahon futbol afsonasi Fabio Cannavaro, oltin to'p egasi, ayni vaqtda O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi. Zuhriddin, nimalar kutsak bo'ladi bugungi o'yindan? Milliy terma jamoasiga qarshi ilk raqobat, o'ylaymizki, yangi tarixni ajoyib yoza olamiz. Hakamlar o'yinni boshlashga ruxsat berishmoqda. Vakillarimiz boshlab berishdi. Umumiy men yaxshi o'yin, sifatli o'yin kutayapman mana shu bahsda. Va birinchi hujumimiz pressing natijasida amalga oshirilyapti. Hoji Akbar Alijonov ichkariga pas, bu yerda Eldor Shomurodov tutishga qaror qildi. Himoyachi to'pni uzoqlashtirdi, ammo Nasrullan Otabek Shukurov ichkariga yorib kirdi. Kerak paytda, endi bu kerak bo'lmasin-u, doimiy hujumga borishimiz. Hozir Oston O'runov ikkita uchta himoyachini aldab o'tib ichkariga yorib kirdi. Zarba, gol! Bir o'zi Oston hal qilib tashlayapti. Misr himoyasini ko'rmagandek o'tib ketyapti. O'runov tezkor gol. Bravo! Oston bir o'zi solo yurish bilan yakunlayapti. Mana nega har bitta murabbiy ishlayotganda terma jamoamizda Oston O'runov sog' paytida uni asosiy tarkibga tushiradi. Chunki u mana shunday yurishlarga jur'at eta oladi va masalani hal qila oladi. Fantastik gol kuchli jamoa darvozasiga va mana muxlislari e'tiboriga olib to'xtadi. Narigi ikkita yarim final, ya'ni narigi ikkita jamoa xatoga yo'l qo'ydik hozir. Salah e'tibor qaratish kerak. Zarba yo'llandi, yaxshi. O'zi to'g'rilab ketdi Abduvohid. Uzr so'rayapti sherik. Ikkinchi yarim final juftligi Eron, Cabo Verde va Eron terma jamoasi qoldirdi. Endi zarba yo'llandi. Darvozabonimiz o'z o'rnida. Darvoza Yusupov mana shu tarkibning 70-80% borsa kerak. Hozir Sherzod chap qanotda to'pni qabul qildi. Shukurov pas so'ragan edi. Oston O'runov yana to'pni qabul qilib ichkariga yorib kiryapti. Ostonning zarbasi va to'p darvoza to'siniga tegib qaytmoqda. Terma jamoamizda Katanisda ham hozir mana hujum ajoyib. Aldadi. Zarba!
darvozabon to'pni qaytkaziy hujum sifatida o'ynatishga intilishni ko'rgandik. Ba'zida o'xshagan, ba'zida yo'q. Hozir Salah. Shkurov Salah bilan ketyapti oldinga va oxiri hushtak chalyapti. Referi Shkurovga og'zaki tanbeh beryapti. Gapiringlar deyapti sheriklariga. qanot himoyachilarimiz ancha Hoppa. oldinda. Oppa, mana Abdulla Abdullayevdan ozgina texnika. Lekin qarshi o'y bizning Noyerimiz bor. Neymatov darvoqe Salah qoldirdi. Zarba yo'llandi uzoqdan. Hozircha Abduvohid o'zi xohlagan darajadagi xavfli zarbani hali berganlari yo'q va berishmasligiga harakat qiladi. Mana Eldor Shomurodovning imkoniyat va Eldor gol deyishga tayyorlanayotgan edim. Chunki bunday vaziyatlarda Shomurodov hammasini to'g'ri qildi. Men aldaydi deb o'ylagandim aytgan. Endi urish varianti ham bor edi. Deyapmiz, boshqa futbolchilarni ham alohida har biriga to'xtalib o'tsa bo'ladi. Va mana birinchi marta aytish mumkinki, jarima maydonchasi rostdan xavfli chiqdi. yana bir mashg'ulotlarda ko'rsatdi. Mana shu pushkasini o'yinda ham ko'rsatgan. Bu safar pas bermoqda. Va hal qilyapti Shomurodov. To'pni olib qo'yib raqibdan Ostonga yetkazib berdi. Oston o'ng qanotga o'zi yorib kiryapti. Zarba yana bitta. Xuddi shunga o'xshash gol urishi mumkin edi. Shekilli Ostonga. Yana yorib kirdi. Zo'r. Bale bo'lib ko'rdi. Borib kelsa bo'ladi. Yana Oston ketdi. Hoppa! Fil darvoza bo'sh, lekin bu o'tkir burchak. Oston gol! 2-0. Taymda mustahkamlab qo'ymoqda ustunligimizni Oston. Ishtirok etdi. Yo'q edi, ofsayd. Otabek Shukurov. Boyatdan beri aytdim, Otabek bilan zo'r juftlik hosil qilishgan. Assist Otabekda. Ajoyib. Rivella. Qarang, darvozabonni aldab, shoshmasdan o'zi kirib boryapti. Sovuqqon o'ynadi va aniq zarba beryapti. Uchrashuvni boshqarib borayotgan hakam. Qaytarish kerak. Zarba yo'llandi, yaxshi. Abduvohiddan ham jiddiy seyf. Bo'ldi. Birinchi taym yakuniga yetyapti. Yaxshi taym o'tgan. Shu tempni saqlab qolishlarini kutamiz. Oston O'runov taym qahramoni. Ikkinchi o'ringa Otabek Shukurovni qo'ygan bo'lar. Umuman jamoaviy futbol. Ikkinchi taymda chindan yaxshi o'ynadik. Terma jamoamiz 6 ta zarba yo'lladi, 5 tasi aniq, 2 ta gol. Raqibda Misrda 5 ta zarba, 4. Murodov oldinga boryapti. Mazgavoyga yetkazib berdi. Mazgavoy pas va Hojakbar. Bu pasmidi? Ko'proq pasga o'xshadi. Futbolchimiz oldingi chiziqda to'pni darvozaga yo'llashga harakat qildi. Shomurodov keyin Salahdan pas jarima maydoniga Abduvohid to'pni ushlab olmoqda. To'pni egallab olib, hujumni boshlayapti. Pozitsiyalarni tiklab olishdi, lekin yigitlar Nasrullayev ikkinchi qavatda xavfli Nematovdan super seyv. Ulardan biri, balkim eng xavflisi birinchi taymda uzoqroqdan tepilgan edi. Bu esa bosh bilan yo'llangan zarba. Muhammad Mustafo. Eng xavflisi shu, chunki ichki himoyachilarimiz to'pni qaytarishdi. Bu safar oldik ikkinchi qavatni. Yana bitta urinish. Abduvohid Nematov, Akmal Mazgavoy va Hojakbar xotirjam ko'rmayotgan edik. Erkinov chap qanotda to'pni qabul qildi. Sherzod Nasrullayevdan jarima maydoniga Eldor. Mana shu edi. Sherzod va oxiri Shoma yaxshi nuqtani topdi. Pastroqqa endi aytish oson, o'sha vaziyatda Eldor yuqoriroq. Salah. Yana Husanov. Salah va Husanov necha marta uchrashgan bo'lsa, bu uchrashuvda Abduqodir bosim qilganda barchasi bizda joyida bo'ldi. Kombinatsiya, chap qanotga to'p yetkazib berildi. Sherzod Nasrullayev ikkinchi qavat Hojimat Erkinovning zarbasi aniq edi. Qo'lga kiritguncha terma jamoamiz kurashib berishdi. Keyin biroz dam olishdi. Sog'liqlar tiklanmoqda. Yaxshi. Keyingi zarba. Tomonga kulib boqdi.
chunki rikoshet bo'ldi. Rikoshetda har qanaqasiga ketib qolishi mumkin to'p. Farruxga to'p tegib, mana yo'nalish o'zgaryapti. Sayfiyevning oyog'iga to'p tegdi. Keyin Shomurodov. Ketishimiz deyarli aniq bo'lib ulguryapti. Eldor Shomurodov uzatmani amalga oshirdi. Doston ulguradimi? Ulgurdi. Qochdi. Yuqoridan o'tmadi uning uzatmasi. Pas shu joyda bizning qarshi hujum payt mayli. Rozimiz 2-0 hisobda g'alaba qozondik. Oston O'runov dubl qayd etdi. Birinchi taym muhim g'alaba Cannavaro uchun va umuman terma jamoamizning o'ziga bo'lgan ishonchi ortishi uchun. Lekin adolat yuzasidan aytish kerak, Salah bugun playmaker zonasida o'ynadi. Toza hujumchi bo'lmadi, o'ng qanot hujumchisi bo'lmadi. Mana Cannavaro bilan ikkalasi bir-biriga hurmat